qatnashchilar mebellar qo'yyapmiz. Shu degan mebellarda. Bu obuna bo'lsalar, shu arzon mebellar o'tib olmaslar, like bosib qo'ysalar, shu mebellar qo'yish davom etamiz. Degan kesilamiz bu. Holatlar zo'r holatda. Bu hammasini videoda oxirigacha ko'rsataylik. Hammasini bu qadar narxlari bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Bu videoni boshladik. Bu oxirida uyaloydan boshlaymiz. Uyali holatlar zo'r holatda, bu Toshkent uyaloy bo'ladi. Komplekt ikkita pufiga bo'ladi. Taylar, sondiqlari ham bor. Zo'r holat turibdi. Sondiqlari mana. Bunda ham sondiq bo'ladi. Ochiladigan sondiq bo'ladi. Xo'p, narxini aytib o'tamiz. Narxi mana shu uyaloyda ikkita pufiga bilan narx 850 ming so'm. Keyin buni joylaymoslab addenning o'rtasidan bo'linadi. Addendan ishlasan ham bo'laveradi. Xohlasan ham shunaqa uyali qilib ishlasan ham bo'laveradi. Narx 850 ming so'm. Ziqqalasa bemalol qilib ko'rasizlar. Pastdan nomerlar qoldirib qo'yamiz. Xo'p, stul. 6 tali stul Ruminiyada ishlab chiqarilgan, holatlar tiniq, radmiy holat turibdi. Chexollargacha o'ziniki bo'ladi mana. Materiallari yog'och. Stoli ochiladigan katta polirovniy stollari bor, tiniq holatda. Mana bitta qo'lda bunday qilasizlar. Katta stol bo'lishi bitta ko'rsataveramiz sizlar uchun. Qilasizlar. Keyin bu bunaqasi bitta ochiladi. Mana. Mana ochilgan holatda. Katta stol bo'ldi. Hamma yo'llar zo'r holat turibdi. Mana yashtilgan oddiy. Hamma yashtilgan holat. Bu komplektda 6 stuli, bitta shunaqa polirovniy stoli bo'ladi. Zo'r holatda. Narxini aytamiz. Narxi mana shu stol narxi 1 million 200 ming so'm. Komplektda 1 million 200 ming so'm. Bemalol telefon qilaverasizlar. Kommentariy yozing, kimga qanaqa mebellar kerak, o'sha bunaqa mebellar qo'yishda davom etamiz. Xo'p, 2 lik kuxunlimiz, razmeri 2 bu yangi, bu 2 metr, materiali akril bo'ladi. Davodchi shannerda ichlari mana. Narxi 2 million 200 ming so'm. Shahar ichida dastlabkilarimiz bor. Buni komplektda rushalari bor, rushalarni qo'yib beramiz. Xo'p, divanimiz, rossiyskiy divan, prujnali bo'ladi, spanni ham bo'ladi. Zo'r holat turibdi. Buning narxi 650 ming so'm. Kesa kravat 2 metr oldiga ochiladi, yashtirilgan holati. Aloqa etsalar video qilib beraveramiz. Chiroyli spanni bo'lgan holatlarni ham buning narxi 2 million 300 ming so'm. Dastlabkisi vodiychi mutlaqo bepul jupiga. Mo'yishi materiallar ko'pchilik so'rardi. Bizda mana shunaqangi kesa kravatlardan qanaqa qilib berdik? 2 million 300 ming so'm. Parta buning narxi 250 ming so'm. Tumba buning narxi 200 ming so'm. Divan keslovimiz bor. Toshkentning fabrichni divan keslov holatlar zo'r holatda. Komplektda ikkita kreslovli divani bor. Mana shu baquvvat ishlangan bo'ladi. Podushkalari ham zamoyda bo'ladi. Masalan, kirib bo'lsa, kirmoshni chiqarib turib, yuvsalar ham bo'laveradi. Ishlari ham zo'r holat turibdi mana. Keyin bu spannisan bu ichida 2 metr spanni ochiladi ichida. O'zim ko'rsatib beraman endi. Mana yashtilgan holatda bunday ko'tariladi bu. Bu ham ochiladi, bu yana ham ochiladi. Mana hurmatli o'quvchilar, uzuni 2 metr. Endi 1.60 bo'ladi. Kichik katta spanni. Egalar spanni ishlatishmagan ekan, zo'r holat turibdi. Yangidek turibdi, temirlari ham mana tiniq turibdi. Yashtirishni bitta qo'lda yashiraverasizlar, bemalol mana. Ne qilasizlar? O'zi olib kelib ketadi mexanizmlari. Ne qilasizlar? Tushdi mana. Video yoqqan o'zi bitta like bosib qo'yinglar shu degankizlarga. Mana. Like bosdilar, ko'proq odam ko'radi. Like bosib mutlaqo bepul, pullardan pulni so'ramaydi. Ko'p odam ko'rishsa sabab ko'p qolasizlar. Shunaqangi arzon mebellar qidirayotgan odamlar ham manfaatli bo'lib qoladi. Mana divan holati, bitta qo'lda yangilar. Xo'p, narxini aytib o'tamiz. Narxi 2 million 300 ming so'm, 2 million 400 ming so'm, dastlabkisi vodiychi mutlaqo bepul. Ikkita kreslov, bitta divan, dastlabkilar vodiychi mutlaqo bepul. E'tibor berasizlar, yumshoq ishlangan, vashim yaxshi ishlangan mana. Bemalol telefon qilaverasizlar. Ammo bir dona. Xo'p, jaloyimiz. Bu spanni bo'ladi bu ham. Tay sondiqlari bor. Sondiq joylari mana. Buning narxi 2 million 300 ming so'm. Dastlabkilarimiz vodiychi mutlaqo bepul. Bemalol zakaz qilaveringlar. Biz bu ishlarni endi boshlaganimiz yo'q. Anchadan beri sotamiz. O'zimizning YouTube kanal ochdik. O'zimizga qo'yib boryapmiz. Zakaz qilsalaring, chiroyli qilib yetkazib beramiz. Yoqqan mebelni.
oldindan to'lov yo'q. Borganda shopirdan pulini berib qaytarib yuborasizlar. Mebelni ko'rib olib. Xo'p, kuxonligimiz razmeri 2,5 metr. Bu 2 yon bo'ladi. Davudchi shannerda 100% material laminatdan. Bemalol davudchi shannerlarda, bu ham davudchi shannerda mana. Mo'yka, sushikalari bonuslaygan. Mo'ykasi ham bor. Ichidan sushikasi bor. Suv qo'yadigan joylari mana. Bu ikki xil rangda bor. Kimga qanaqa rangi yo'sa bemalol qo'yib chiqarasizlar. Davudchi shannerda setlari va set yonidan qilib salangan bo'ladi. Setlarni ham beramiz qo'shib. Narxini aytib o'tamiz. Narxi 3,600,000 so'mdan o'tyosi ham. 3,600,000 so'mdan. Xo'p, nari joyimizga o'tiramiz. Partamiz bu. O'rtasi ochilayotganda tiniq holati. Bundan 400,000 so'm. Belgiyada ishlab chiqarilgan yog'ochda bo'lgan mini stengamiz zo'r holat turibdi. E'tibor beringlar, va shu zo'r narsa. Materiallar yog'och bo'ladi, qulfiyatlar ishlaydi 100% hammasiniki. Ishlari mana tiniq holat turibdi. Kami qirilgan, rushalari ham bor, kalitlari bor. Masalan, buni kaliti bunga tushmaydi. Hammasi o'zining oddiy kalitlari bor, tortmalari. Rushalari bitta e'tibor beringlar mana. Yog'ochning materiali bilan chiqib turibdi mana. Ko'rib turgan bo'lsalaring, zo'r holatda. Qulfiyatchilari mana. Bemalol zakaz qilaveringlar, hurmatli obunachilar. Xo'p, buni narxini aytishsa, shkafning ichini ko'rsatmadik. Shkafning ichi oynasi bor, uzuk qo'ygan joyi bor. Splash yoshimoshi. Polka joylari. Xo'p, buni narxi 2 million so'm. Dastlabkilar vodiychi mutlaqo bepul. Komplekti bitta shkaf va bitta servant bo'ladi. 2 million so'm. Dastlabkilarimiz vodiychi mutlaqo bepul. Yana shkafni o'z naddini so'ragan obunachilar uchun materiallar taxta bo'ladi. Ruminiyada ishlab chiqarilgan. Splash yoshimoshida bo'ladi uni. Ichlari tiniq holatda. Buning narxi 900,000 so'm. Mana shu komplekt narxi 900,000 so'm shkafda. Xo'p, va'da ham shkafimiz bor. Bu Belarusyaniki bir tomoni polka bo'ladi, bir tomoni yeshilka bo'ladi. Buning ham ichida o'tishgan oynalari bor. Mebellarimiz hammasi bir-biridan tiniq, polirovanniy mebellar. Buning narxi 850,000 so'm shkafda. Mana 850,000 so'm. Mana antresolli shkafni bo'yi bir xilda bo'ladi, bu tumbasi qo'shilgan bo'ladi. Antresol buning narxi 900,000 so'm. Tumbasini naddini ishlasalar ham bo'laveradi. Bu rossiyskiy materialda bo'ladi, eni ham 60 sm bo'ladi. Zo'r holat bo'lishlari mana. Polka joyi. Narxi 900,000 so'm, bemalol telefon qilaverasizlar. Bemalol zakaz qilaveringlar, hurmatli obunachilar. Biz bularni anchadan beri sotamiz. Masalan, yangi mebellarimizdan qo'shilgan, mana sondiq javon. Sondiq javonning narxi hammasiniki 1,400,000 so'm. Dastlabki vodiychi mutlaqo bepul. Materiallari MDFdan bo'ladi, tiniq narsa. Yangilar ancha qimmat turadi. Dastlabkisiga to'g'ri bo'lsa, ikkita kamot sondiq va turish hammasiniki 1,400,000 so'm. Mana shifoner eniga 120, bu 2 metr. MDFdan bo'ladi. Polka joyi, bag'ishlikka joyi. Buning narxi 600,000 so'm. Bemalol telefon qilaverasizlar, narxi 600,000 so'm. Yana spani garnitur. Materiali 100% MDFdan. Shifonier cho'ttalar ko'radi, bahaybat shifonier va chiroyli ishlangan bo'ladi. Mana spannisi. Spannisi zo'r holat turibdi. Matraslari ham original matras, zo'ridan qo'yilgan. Komplektli ikkita tumbasi bor. Qarang, hurmatli obunachilar, va chiroyli ishlangan narsa. Yaxshi matraslar qo'yilgan. Va trimosi. Trimosi zo'r holatda turibdi. 100% materiali MDFdan. Polka joylari mana. Shkafning ichlari ham zo'r holatda. Xo'p. Kimga qaysi mebel kerak bo'lsa, telefon qilsalar, masalan, video yaxshi ko'rinmagan bo'lsa, aloqa qilsalar biz yana ham yaxshiroq video qilib, o'zlaringni Telegramga tashlab beramiz. Telegramga bemalol zakaz qilaverasizlar. Xo'p, narxini aytib o'tamiz. Narxi 4,300,000 so'm. Dastlabki vodiychi mutlaqo bepul. Shkaf, spanni, tumba, event trimoslar hammasi 4,300,000 so'm. Qiziqqan bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p.
Kuxunimiz razmeri 2 metr bo'ladi. Polshada ishlab chiqarilgan, holatlar zo'r holat turibdi. Rabochiy ishlagan kuxunni ham yaxshi holatda, bemalol ishlataverasizlar. 2 metr. Navisnoy ham dual lineydan bu. Xolodilnik tepasi ham bor mana. Narxi 1 million 200 ming so'm shu kuxunni. Mana shu mo'ykan tepasi, uni narigisi bu nimani tepasi? Xolodilnik tepasi. Sushishkalari ham bor ichlarida. 1 million 200 ming so'm. Xo'p, ko'pchilik so'raydigan addani Trimo o'zi mana. Trimo zo'r holat turibdi. Materiallar MDFdan buni ham ichlari. Buning narxi 400 ming so'm. Atiga 400 ming so'm. Ispaniya to'la Trimosi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Yana Ruminiyada ishlab chiqarilgan bu ham mana zo'r holat turgan servant. Ichlari ham zo'r holat turib tiniq. Polcha joylari mana hammasi xuddi shunaqa tiniq holatda. Splashni yoshimoqchi. Narxi 850 ming so'm. Addini bo'ladi. Tayaddini tepasi alohida bo'ladi, 2 bo'ladi, bo'linadi. Olib yurgani ham qulay. Keyin hamma mebellarimiz orqasi xuddi shunaqa tiniq holatda mana. Urinmagan, netmagan, hammasi orqasi bunaqangi erkakka pechatlari ham bo'ladi. Nechinchi yilligini o'chib ketib qolgan ekan xolos. Xo'p. Ruminskiy stenka. Holatlar zo'r holatda. Masalan, dars qilgani bolalar uchun xonaga qo'yib bersalar ham bo'laveradi. Addini qo'yib idishga qo'ysalar ham bo'laveradi. Ichlari ham zo'r holatda. Splashni oshimoqchi, yog'och bo'ladi bu materiallari. Hurmatli obunachilar, like bosib bersalar shunaqa zo'r mebellar qo'yishdan o'tamiz. Like bossalar ko'proq odam ko'radi. Masalan, arzon mebel 30 o'rmaydi ko'pchilik mana. Zo'r holat turibdi. Uchovsining narxini aytib o'taman videoda boshida. Narxi 1 million 800 ming so'm. Dastlabkamiz vodiychi mutlaqo bepul. Bitta, ikkita, 3 ta narsa. Addini hisoblaganda 9 ta narsa. 3 bo'ladi bittachasi. Imetda hamma ochiladi, hurmatli obunachilar, stol. O'rtada oyog'i bor, endi ko'rsatalim sizlar uchun. O'rtada oyog'i bor, dasturlaydigan katta stoli bor mana. Dasturlaydigan stol zavasi yashna qo'yilgan bo'ladi. Mana shu antikvar narsa, mana ideal holat turibdi. Chilingan joyi bo'ladi, jichichayu, mana shu holatda 1 million 800 ming so'm dastlabkamiz vodiychi mutlaqo bepul. Xo'p. Stenka razmeri 320 lik joyi tushadi. Ruminiyada ishlab chiqarilgan, holatlar zo'r holat turibdi. Ko'ryapsizlar, hurmatli obunachilar, podrobniy bo'ladi bu mebellar. Aynalari bitta to'g'ri qo'yilgan, zavodskiy ayna mana. Ayni o'p ketgan podrobkalari ham. Ishlari. Tortmalari buzilmaydi bularni keyin mana. Xo'p, narxini aytib o'tamiz. Narxi bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta narsaning narxi 2 million 600 ming so'm. Dastlabkasi vodiychi mutlaqo bepul komplektda. Bemalol zakaz qilib aloqaga chiqarasizlar, borganda shobuna pulini beraverasizlar. Xo'p, mana keyingi joyimizga ham kelib oldik. Stol stulimiz bor. Taxtali stol, tepasi polirovniy bo'ladi. Komplektda 4 ta stulchasi, bitta stoli bo'ladi. Buning narxi 450 ming so'm. Tepalari ham zavodskiy original ko'ja bo'ladi. Silmaydi hech nima ko'jasi. Narxi 450 ming so'm. Divanimiz bor. 2 metr oldiga ochiladi. Ispaniya ham bo'ladi. Ispaniya bo'lish holatini ko'rsatib beramiz ham. Buning narxi 850 ming so'm. 850 ming so'm. Xo'p, Ispaniyamiz bor. Rossiyalik Ispaniya holatlari zo'r holatda mana. Oyoqlari splashnoy bo'ladi. Matraslari ham prujnali matras bo'ladi. Taylari taxta bo'ladi mana. Splashnoy oshmoqchi, mana yog'och tergan ekan egasi. Dep bo'ladi ko'pida. Buning narxi chexoli bor, chexon kiygizib beraman. Buning narxi 850 ming so'm jupiga. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Masalan, dastlabkalik mebel olsalar, bu mebellar sizlar bepul yetib qoladi. Atiga 850 ming so'm jupi. Mana Ispaniyamiz, Toshkentda o'sha original yaxshi Ispaniyalardan MDFdan zo'r holatda. Razmerini aytib o'tamiz. Razmeri ichini o'zi 2 metrga, eni 90 bo'ladi. Tagida nimasi bo'ladi buni sondig'i? Narsa qo'yadigan joyi bor, shkaf. Katta ishlangan bo'ladi. Xo'p. Bu Ispaniyamiz narxi, bu materialini uzunligi, chexollaricha bu divanimiz narxi 550 ming so'm. Bir kishilik deyman. Bemalol zakaz qilaverasizlar, 550 ming so'm. Telefon qilib ishlatilgan mebellardan oldim sizlarni, yana aytsa kamkosini qilib berishimiz, iloji boricha kamkosini qilib beramiz. Chunki bizda reklamamiz ko'p.
boshqa YouTube kanallarimiz bor. Boshqa YouTube reklama qilamiz. O'sha kanalni oldim deb o'ylashmaylik. Hop, Instagramdagi reklamamiz bor. Bu YouTube kanalimiz o'zimizga yaqin videolar qo'yapmiz. Bu obuna bo'lsanglar, chorshanba, shanba kunlar video qo'yaman asosiy. Mana stenka. Munika deydi. Bitta, ikkita, 3, 4, 5 metrli stenka zo'r holat turibdi. Narxini videoda boshida aytaman. Narxi 2.600.000 so'm. Dastlabki vodiychi mutlaqo bepul mana shu komplektda. Qulfchatlari ishlaydi, holatlari yaxshi holatda. Xo'p, bu narxlar faqat sizlar uchun. Buni ishlashlari mana. Bunisi kulib ishlaydi qulfchalti. Bu servan joyi yana bitta mana. Materiallar ko'ryapsizlar, polirovka bo'ladi, hurmatli obunachilar. Ishlar polkalari bor. Chiroyli. Polkalari bor, zavodskoy. Bu kinishni joyi mana, yopiq joyi. Joylari moslab, masalan, bu chasini addenni, bunisini addenni, hammasini addenni qo'yishga to'g'rasizlar. Ular 2 yillik shkafi. Barlarni bitta ko'ringlar, narsa qo'ygan joylarni ko'ringlar sizlar. Bitalak vositinglar, bitalak vositalarni ko'p odam ko'radi, hamma uchun manfaatli bo'ladi. Biz yana zo'r videolar qo'yishda davom etamiz, ishlari mana. Bunga qo'lkalit ishlaydi, kalit hammasi tushaveradi bunda. Narxi 2.600.000 so'm, dastlabkilarimiz vodiychi mutlaqo bepul. Ishlatilgan mebel YouTube kanalida oldim sizlar. Iloji boricha bonuslari bilan, kam ko'rsatlari bilan chiroyli qilib beramiz. Mana ko'xinimiz razmeri 2.40, bo'yi 2 metr bo'ladi. Davutchi shandar, materiallar 100 akrili bo'ladi. Ish holatlari mana. Narxi bu ko'xinimiz narxi 2.200.000 so'm. Shahar ichida dastlabkilarimiz bor, Farg'ona, Marg'ilon ichida dastlabkilarimiz bor. 12 ta viloyatga dastlabkamiz bor, faqat kelishilgan holda. Tepada nomerlarimiz mana. Birinchi nomerimizda 97 nomerimizda WhatsApp, imo, Telegram hamma nimalari bor. Bemalol. Bizda yaqinda ko'rgan akalarimiz bemalol WhatsApp orqali, imo orqali zakaz qilaverasizlar. Mana kirashinni ko'xinimiz materiali MDFdan bo'ladi. Bu narxi 2.500.000 so'm. Materiallar MDFdan juda chiroyli ishlangan bo'ladi mana. Davutchi shanderda. Narxi 2.500.000 so'm. Qilasiz bemalol qilasiz. Divan kresloyimiz komplektda 2 ta kreslo, bitta divan bo'ladi. Divanni materiali mo'yishi materialda, spanli bo'ladi. Juda ham baquvvat divan kreslo, buni bilganlar, ishlatib ko'rgan odamlar yaxshi biladi. Kami mana shu 30 yil ishlagan materialimiz yangi qilib qo'yganmiz, ya'ni yangi holatga kelib qolgan. Narxi 2.400.000 so'm. Dastlabkilarimiz vodiychi mutlaqo bepul. Borganda chopini pulini beraverasizlar buni. Juda ham chiroyli ishlangan, sochlarim tekis holat turibdi mana. Hammasini deydi. Xo'p, divanimiz bor. Narxi kesloli o'zi, divanimiz yakkali divan o'zi. Bunda 850.000 so'm. Spani bo'ladi bu. Mana. Sondoq bu. 850.000 so'm. Divanimiz o'sha divanda material qoplangan holatda. Bu Ispaniya bo'ladi. Bundaqa 1.500.000 so'm. Dastlabkilar vodiychi mutlaqo bepul. Kimga qanaqa mebel yoqdi? Bemalol kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib ketinglar. Yana qanaqa mebel qo'yaylik, kommentariy yozsanglar, o'shanga qarab mebel qo'yamiz. Video yoqimizda bitta like bosib keting. Xo'p, ko'pchilik biz manzilimizni so'raydi. Manzilimiz Farg'ona shahar, Kirili eski bozorda turibdi. Narsalarimiz kimga qanaqa mebel kerak bo'lsa, zakaz qilsalaring, shopir boradi. Borganda pulini berasizlar. Oldindan to'lov yo'q. Bu anchadan bir sotib yurgan narsalarimiz, endi boshlayapmiz bu ishimizni. Bu YouTube kanalimizni endi ochib o'zimiz. Kimga qanaqa mebel kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilavering. Narxlari arzon. Masalan, ko'p odam bemalol zakaz qilib, Andijon, Namangan, Qo'qon juda ko'p joylar sotyapmiz. Ko'p odam olib ishlatyapti. Nomerlarimiz bemalol aloqaga chiqarasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Video yoqimizda bitta like bosib keting, bizga hamma uchun manfaatli bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.